Azizlarim, chet elda geylar shunchaki men geyman deyishadi. O'zbekistondagi geylar esa ayolni burni bo'lmasa bo'q yeydi degan gap to'g'ri o'zi bila. Ahlelele, ahlelas. Bu turdagi erkaklarda jenskiy gormon ko'proq. Shu sababli ular doim ayollarni yerga urishadi, ularni haqorat qilishadi. Chunki ular ayollarni o'z raqibidek qabul qilishadi. Diagnoz bitta: latentniy gay. Chet elda sivilizatsiya qanday? Sun'iy intellekt ChatGPTni yaratdi. Ha, bizga ham sivilizatsiya yetib kelgan. Misol uchun mana kanalizatsiyadan bir puchoq jun chiqib, mana shunday kommentariya yozib qoldiryapti. Voy xudo, men transmasman. Prosta sizlar noziklashib, qanjiqlashib ketgansizlar. Aptini deb Shavkat mazaq kulyapti. Oh, you touch my tra-la-la. Bashara yerda, Samatsenko osmonda. Bu asalchalarga nima, Samatsenkani raddomda pechat qilib bosib berishadimi? To'g'ri, Samatsenka tekin, lekin sizlar ham bilaysiz, xuyat qilib yormanglar.